Ko'pchilik jigitlar mana общий baniyaga tushadi. Общий baniyaga. Haram bu narsa. Общий baniyaga tushish haram bu narsa. Bir kun ajabda bir jigit aytadi, "O'shda общий baniyada barimiz o'tirgan ekan" deydi. Men astag'firullah, sen общий baniyaga tushasizmi? Ne qildi? Barimiz erkakmiz qo'y deydi. Eshakning de erkagi bor, itning de erkagi bor, ey. Mo'min musulmonning avrati kindikdan tiziga sheyinmi? Bugün haram bu. Haram. Biz alg'izgina ayollarning bo'ksalarini, ko'kraklarini qarada haram deb tushunamiz. Yo'q, mo'min musulmon odam o'zining jondasidir. Ha? Ya'ni o demek sana aşık olunca bana senin cevap algın. Dostum bu haram deb aytib qo'y kerak. Ana kindigingda javob olgin, bu haram deb aytib qo'y. Bu uyat bu narsa. Uyati bor odamda iymon bo'ladi, uyati yo'q odamda iymon bo'lmaydi. Ya'ni musulmonchilik baniyalar bor, barliq odam shashib o'rab olib, unday alhamdulillah, buna berib, misol Chimkentda bor, unday baniyalar ulkan qal'alarda bor. Biroq bizning Sarag'ashda yo'q. Inshaalloh bizning da boy yigitlarimizga sonda bir musulmonchilik baniyalar ashud Alloh nasib etsin.